Magniy bo'yicha gapirmoqchiman-da mana. Magniyning vazifasi. Magniy mana bargga so'rilgandan keyin tanaga o'tib turib, tomir orqali aylanadi. Magniy mana bakteriya yuzasini kattalashtirib beradi-da. Bakteriya yuzasi qancha katta bo'lsa, hajmi, u nafas olish prosessi yaxshi ketadi o'simlikda. Qancha nafas olish prosessi yaxshilansa, o'simlik sog'lom o'sadi. Sog'lom ko'chadi degan so'z, u hosilga hosil qo'shildi degan so'z bo'ladi-da. Shuning uchun men tavsiyam ko'proq magniy sulfat, magniy nitrat, yana kaliy sulfat, ular bargidan bera olish kerak. Bargidan qancha ko'proq ozuqalar, o'sha mikroelementlarni bargidan bersangiz, hosilga hosil qo'sha oladi, hosilingiz mo'l ko'l bo'laveradi. Hozirgi holati ham yomon emas, lekin yana imkoniyat bor ekan hozir shu kunda ham. Tarkibida Yaksham yuz aytmoqchimiz. Kaliy sulfat, magniy sulfat, mayli biazot ham qo'shing, biazot. Plus 52-34 degan narsa bo'ladi. Tarkibida ham kaliysi bor, ham fosfori bor. Mana men aytgan narsalar hozir nimaiki bersangiz, mana donga beradi. Ham mana o'simlikni jinda umrini uzaytiradi. Erta kunda qurib qolmaydi-da. Bugungacha nima bergan bo'lsangiz, hozir shu boshoqqacha yetib keldi. Mana hozir bosh og'rish mumpish davrda turibdi ekan, 5-fazada turibdi hozir bu gallalar. Suspensiya qilib beradigan bo'lsangiz, hozir nimaiki bersangiz, shu aytgan narsalar donda to'laveradi, ertaga hosilingizga hosil qo'shilib qoladi. 90 sentner hozir mashq holatiga beradi. Men aytgan narsalar yana jinda beradigan bo'lsangiz, 100-110 olaverasiz gektardan. Xudo xolasa. Xudo xolasa, ilohim barakasini bersin. Bitta savol shu o'rinda. Hozir mana gulini to'kyapti. Traktor texnika kirgizsa bo'ladimi? Endi texnika kirgizish masalasida imkon darajasida iloji boricha ingichka baliqli texnikalardan foydalanish kerak. Kattalik, yeri katta balonni olib kirib tepalatadigan bo'lsangiz, ko'proq bateriya qiladi, tepalaydi. Lekin o'zini izi bor ekan, mana siz turgan agatda, oldinda yurgan agatida yurib sepa olsin. Endi jindak tepalaydi, ozgina bateriya bo'ladi deb sepmaydigan bo'lsangiz, hosilga hosilni qo'sha olmay qolasiz. Bugungi holatiga meni tavsiyam shu, o'sha narsalarni bargidan berish kerak. Nimaiki bersangiz, hozir mana boshqa beradi, mana donga beradi. Doningiz yana ham to'ladi, ertaga taroz bosadigan bo'ladi. Bugungi holatiga 90 oladigan bo'lsangiz, bitta suspensiyani o'ziman yana 10 sentner qo'shilib qoladi donga. Bu aniq narsa, fanda isbotlangan narsa. Sababi 5-men aytib o'tdim hali ham. Bosh og'rish hozir don pishish, mum pishish davrida turibdi. Mum pishish davrida nima bersangiz donga beradi.